Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz do'stlar, xush keldingiz kanalimga. Bugun sizlar bilan tasvirda ko'rib turganingizdek, asosan limon, zanjafil, zardachol, murch, mana o'shalarni aralashmasidan shifobaxsh isimlik ichimlik tayyorlaymiz. Bu xalq ommasida juda ham keng qo'llaniladigan ichimlik hisoblanadi. Albatta, ichib foydasini ko'rganlar bo'lsa, kommentariyaga yozishingiz mumkin. Albatta, buni har bittasini alohida juda ham keng shifobaxsh xususiyati mavjud. Zanjafilni masalan oladigan bo'lsak, oshqozonni isitadi, quvvatlantiradi, hazmni osonlashtiradi, ichaklarga foydasi katta, ko'ngil aynashiga juda ham keng foydasi bor. Vujuddan balg'am otilishiga yordam beradi, qon aylanishini yaxshilaydi, terlatadi, isitma tushiradi. Tayyorlaydigan bu ichimlikka tuz, zanjafil, asal kerak bo'ladi. Asal ham juda ham katta foydali, bilasizlar. Bitta shisha olamiz, sterillangan, toza bo'lishi kerak. Avvaldan yuvib olamiz bularni. Karbonatli suvda yuvsangiz, ziroat dorilari chiqib ketadi. Karbonatli suvda yaxshilab yuvib olinadi, tozalab. Oqar suvda yuvish ham o'sha ziroat dorilarning chiqib ketishiga yordam beradi. Ishqalab, yaxshilab yuviladi. Shishani, sterillangan toza shishamizga ozgina tuz sovursanglar yaxshi. Tuz, bilasizlar, 70 dan ortiq minerallarga boy bo'lgan ne'mat hisoblanadi tuz. Shuning uchun tuz soldim. Xohlaganlar o'zingizlarga ko'ra. Hamma o'zini sog'liq durumiga, sog'liq holatiga ko'ra tayyorlaydi. Maydalab to'g'rab olamiz zanjafilimizni. Ko'ngil aynashga juda ham foydasi katta hisoblanadi bu zanjafilni. Isitma tushiradi, terlatadi. Bu tayyorlayotgan dori yo'tal, gripp, shamollash, sovuq olishi deydi. O'shalarni tuzalishiga sababdir bu tayyorlayotgan ichimlik. Asal ham bor tarkibida. Asalni Qur'oni Karimda keltirilgan, ko'pchilik bilsa kerak. Alloh taoloni shu asal arilariga amr etdi deydi, amr qildi deydi. Gullardan to'plaganingizni, qorningizdagini biriktirganingizni odamlarni qo'yayotgan joyga, ya'ni ariqonlarga qo'ying. Ey insonlar, bunda sizga hikmat, juda ham katta hikmat bor deb, ya'ni ma'nosi, o'sha ma'nosi so'zma-so'z aytmadim, ma'nosini aytyapman. Shifobaxsh xususiyati keng bo'lgan, eskidan kelayotgan shifobaxsh ne'mat hisoblanadi asal. O'shaning uchun asalni qo'shyapmiz. Ham limon sovuqligini mo'tadil holga keltirishga yordam beradi. Limonni ham foydali xususiyati keng. C vitamini asosan hammaga ma'lum bo'lgan. C vitamini, A vitaminiga boy, kalsium, magneziumga boy hisoblanadi, antioksidant hisoblanadi bu limon. Insonga energiya beradi limon. Ammo ziroat dorivorlari bo'lgani uchun qobiq, po'stloq qismini yaxshilab yuvib tashlagan ma'qul. Qon aylanishini yaxshilaydi. Lekin sovuq mizoj bo'lgani uchun mana shu murch, zardachol, zanjafillar bilan birgalikda mo'tadil holga keltiramiz. Zardachol 1 tatli qoshiq deyiladi bu yerda, 2 choy qoshiqdek keladi. 1 choy qoshiq murch so'raman. Zardachol va murchni ham keng shifobaxsh xususiyatlari bor. Qon aylanishini yaxshilashga yordam beradi, shamollashga yordam beradi, taloq
og'riqni tozalashga yordam beradi. Xullas, judayam keng shifobaxsh xususiyatlari bor. Buni hamma joyda ma'lumotlar bor. Bu haqida o'zingiz topib olsangiz bo'ladi. Ustiga asal sovamiz. Yaxshilab aralashtirib, buni salqin joyga qo'yib qo'yamiz. Keyin xolodilnikga qo'yamiz. Birqancha kun salqin joyda turishi kerak. Mana bu esa tasvirda ko'rib turganingiz eskidan tayyorlangan bu shifobaxsh ichimlik hisoblanadi. Hozir tayyorlaganim birebir aynisi. Aziz do'stlar, mana bizani tayyorlagan ichimligimiz. Ochyapman. Mana ko'rdingizmi? Tayyor bo'lgan. Xonani hozir limon hidi tutdi, bilasizmi? Limon hidi. Shunaqa bir aromat yoyildi xonaga. Bu xonadan chiqingiz kelmaydi. Suv solamiz. 1 stakan. Suvning ichida rayhon barglari bor. Biroz suvim o'shani rangini olganda. Oppoq emas. Bundan o'zingizni ta'bingizga ko'ra xohlagan 1 qoshiq, xohlagan 2 qoshiq. Bu kichkina qoshiq hisoblanadi. Hozir mana 1 osh qoshiq soldim. Mana. Mizoji sovuq kishilar uchun ham bo'veradi, chunki ichida tarkibida zanjafil bor, isituvchi hisoblanadi, murch bor, tuz bor, asal bor. Ya'ni limonning sovuqligini mana shu isituvchi dorilar bilan mo'tadil holga keltirdik. Hammangizga shifo bo'lsin. Ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.